Hankar Sound'da yana yengili Dell Audio brendidan yangi modelda kelgan Rayon kompakt seri D-klass усилитель. Monoblok 1200 wattli. Ya'ni zo'r fishkasini qo'shishibdi. Bunaqa stekkeri bor. Mabodo maytfoninglarda усилитель vaqt bo'lmasa, mana shu sim orqali ishlatsa bo'ladi усилитель kolonkani simini. Mana shu fotogulisida ishlaydi. Bunaqa komplektida D logotipli regulyatorli 4 kanalli versiyasi ham bor. 120 wattdan kanaliga высокий уровень входlari bor. Настройкалari zo'r, развитый кроссовер, bandpass rejim bor. Yana bitta novinka mana Dell Audioda protsessorning magnitolasi, flashka Bluetooth bo'lsa bo'ladi. Dizayni o'zgacha chiqibdi, lekin chiroyli. Panelli tagida bunaqa развитый crossoverlar bor. 6 ta kanalli alohida, har bitta kanalni alohida настройка qilsangiz bo'ladi. BP rejim bor, bandpass rejim. Nalichida bor, kelinglar kutamiz. Sergeli mashina bozor 547 519 Ibn Sino filiallarida nalichida. Sog' bo'linglar.